Assalomu alaykum. Zigzag borayotgan akalar. Biz mana 150 kilolik yem-mishalkamizni Andijon Xo'jaobodga olib keldik. 150 kilolik yem-mishalkamiz akalar, bir bezrelektorli bo'ladi. Sistemali holati. Motorlarimiz bo'lsa, pachka yangi motorlar qo'yib beryapmiz uni. Ishlanmagan. Ishlatib ko'ramiz. Ishlashlari sog'dan ko'rinishi tayyor mahsulot bu yerdan ochiladi, to'kiladi. Tayyor mahsulot mana shu yerda. Xo'p, endi akalar nima uchun olishim kerak bu mishalkani deganlarga mana savollarga javob aytib o'tamiz. Xudo xolasa mana akamiz, Shon akamiz qo'y boqishar ekanlar. Mana qo'ylar ham misol uy sharoitida boqadigan kimda mana shunaqa qo'ylar bo'lsa, keyin qo'shimchasiga mana bunaqa buqalar bo'lsa, akalar mana shu narsa kerak bo'ladi. Mana buqalarimiz ham hozir mana o'tkazmay turibdi. Hop, bu tomondan olamiz, ko'ringanicha. To'rtta buqa. Qolaversa mana qo'ylari bor ekan. Agar kim uy sharoitida xuddi shunaqa chorvalar bo'lsa, aka yengil qilish maqsadida mishalkani olsangiz, misol mishalka mana qo'lda aralashtirgandan ko'ra akalar 100% aralashtirib beradi, bemalol 100% aralashtirib beradi akalar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Endi vodiyga iloji boricha uygacha dastavka qilib beryapmiz. Mana kech bo'lsa ham olib kelib beryapmiz. Mana shunaqa kim chorvasi bo'lsa, yengillashtiraman deganlarga xudo xolasa mana shu narsani olsanglar, ancha mehnatlaring yengil bo'ladi xudo xolasa. Qo'l aka, ma'qul bo'ldimi? Turishlari ma'qulmi? Hali ko'ngildagidek. Bo'lgandek keldi. Inshaalloh ishlatganimizdan keyin bilamiz endi xudo xolasa. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Iloyim, aka, yaxshi kunga nasib qilsin. Barakasini bersin iloyim. Sizlarga ham mana kechasi bo'lsa vaqt keldinglar, rahmat sizlar. Iloyim. Aka, kechasi bo'lsa kutib olishingiz, aka, sizga ham rahmat. Rahmat olma, shunchalik xizmat qilyapsizlar. Sizlarning qo'llarida. Xudo xolasa aka, yaxshi kunlarga ishlating aka. Akalar mana internetdan zakaz qilishgan edilar. Mana olib kelib ishlatib ko'rsatib berdik. Mana ko'ngillilar ma'qul deyishyapti. Misol bergan pullariga